Ko'rayotganinglar Aylanaz Guruhi nomidagi Tamoq pishdi programmasi. Aylanaz Guruhi qarmog'idagi yemak-ichmak so'rinlari va Baburbodiy chiniqish markazi sizni qizg'in qarshi oladi. Tamoq pishdi programmamizni Xinjiang O'zchin yemaklik cheklash shirkati O'zchin taom qurishlari alohida qo'lladi. Tamoq pishdi programmamizni Xinjiang Misran yemaklik cheklash shirkati Misran qizlari alohida talab qildi. Hərəkət hayatlıqның mənbəsi, hərəkət sağlamlıq deməklikdir. Ruhi və cismani sağlamlığınız arzuyunuz olsun. Güçlük, sağlam bulaydısınız, Aylin Az Baburbodiy çiniqish mərkəziga kelin. Baburbodiy çiniqish mərkəzi, çiniqish uskunları, ko'ngillik aram ilish rayoni, pokiza munchi muhiti, kasblashgan trenerlarning astoydil yetaklashi orqali çiniqish arzuyingizni amalga oshirishga yordam berdi. Çiniqish arzuyingiz Aylin Az Baburbodiy çiniqish mərkəzida ishga oshsin. Olsun tembel dilinizde, bu huzurlar dilinizde. Bu şirin telsiz yerler, üzgün bulsa her cayda. Xo'shalliq oilangizda. Özçin yürüyüşükten tehdit kolları. Xinjiang Radio Televiziya stansiyasi. Xinjiang Radio Televiziya stansiyasi. Qadrli ko'ruvchilar, yana biz bir haftadan keyin Kali yilini kutib olamiz. Balkim mamlakatimizning har qaysi joylaridagi ko'rman do'stlar hozir oiladagilar bilan jam bo'lib, xushal kayfiyatda turayotgan bo'lishi mumkin. Mayli siz qayerda bo'ling, mayli qanday ish bilan shug'ullaning, siz bizning samimiy tilagimizni qabul qiling. Hammalarning chaqininglarga muborak bo'lsin. Voy. Bu Sadrdaka Şemsiye'de tuhadan çıktınlar mı ya? Qarsam şundaq riyasatçılık qilib ketdinglar, bir-biringlar shundaq maslashib. Biz degan uzun yillik xizmatdosh, uzun yillik kasbdosh, uning ustiga sadrdan ikkimiz ekranga tang chiqqan. Bizning riyosatchilik tariximiz tang. Shundaq-ku. Shunglashqa bizda alayli bir xil kasbdoshlik, xizmatdoshlik, mehr muhabbat bor. Uning ustiga biz shuncha uzun yil birlikda ishlabdik. Bir ekranda yoki bir sahnada ko'rman do'stlar chaqanliq salom yo'llash bir bo'lib baxmagan. Shunda. Şon taz bilgan obdan fursat topdi-da sizlarga. Şon men bir chetda bularning gip qachon tugadi deb saqlab turgandim. Sadrdakam yezigilik programmasida mushu dehqon chorvachilarimiz uchun nurg'un uzun yil xizmat qilib keldi. Ham mushu Sadradakamning bir aloyidligi mushtaq televizorga chiqib so'zini aytdi, o'zining tabassumi bilan kishiga ait yaqishliq bir tuyg'u berdi, shundaqmi? Shunga ko'rmanlarning Sadrdinga bergan bir nomi bor. O'zi bilamdi, bilmayman. Sadrdinni kundi bahar deydi. Kundi bahar deydi. Uzun yillardan beri Sadrdin ekran orqali mushu bizning har millat dehqon chorvachilarimizga xizmat qilib kelyotdi. Dehqon chorvachilikqa mushu munosabatlik har qanday bilim bo'lsa to'xtamay o'rganyotdi. Dehqon chorvachilarimiz uchun yaxshi xizmat qilaman degan maqsadda uzun yillardan beri tirishib xizmat qildi. Shunglashqa Sadrdin bizning ko'rmanlarimizning orasida bo'libmi dehqon chorvachilarimizning orasida alayda inovatga ega. Sadradakamning riyosatchilikni yaxshi qilishida gap yo'q, lekin bunda tamoq yetadiganligini taz bilmaydi ekanman to'q. Demak, endi bizning bugungi programmamizga alohida taklif bilan qatnashib Sadrdaka qanday bir tamoq etib berishni o'ylashding? Endi tamoq pishdi programmasiga kelganimdan nihoyat xush bo'ldim. O'zim G'o'ljib tug'ilib cho'ng bo'lgan. Eli so'g'oq rayon endi-chi. Men bir to'liqsiz birinchi sinfda o'qiyotgan vaqtimda bir kuni nihoyat muzlab ketib maktabdan qaytib kelib, uyga kirsam, opam o'sha ot go'shi bilan narin pishirib qo'yibdi-ku. Heliq narinni yeb, heliq so'g'oqlar nalagidir uchib ketdi. Dunyodagi eng mizli tamoq, esil, eng sarxil tamoq mushuka deb shu chog'da bir shunday bir tuyg'u bo'lgan. Shundan keyin bir necha qitim u tamoqni yetib bergan bo'ldim. Men qarab, ko'rib, o'rganib qilib olgan bo'ldim. Birgam mushu paytda, mushu fursatda men ko'pchilikka mushu ot go'shi narindan etpamoqchi. Shirak qildi. Mana bak amroq tamoqchi bu. Sadrdakam nihoyat yaxshi tamoqni tanlabdi. Undaqda biz vaqtni ching tutib Sadrdakam bir tayyorliqlarni qilib olsa, tamoq etishni boshlab ketamdik. Xo'sh, boshlaylik. Boshlaymiz. Kainatda plan cheksiz. Ammo bizda bir plan bor. Xinjiang Aylin Az Guruhi plan musiqali taomlar restorani siz bizga baxt huzuri bag'ishlaydi. Taomlarning sarxili hayotingizning baxt huzuri planida. Planning esilligi dilimizda bo'lsin.
Plan taomlarning ta'mi tilingizda bo'lsin. Taomning esilini Planit deya. Qayerda siz desa, men Planitda da. Aylin az guruhi Planit musiqalik taomlar restorani. Qadimiy Cina maylari. Qadrli ko'rman do'stlar, ko'rayotganinglar Aylin-az guruhi nomidagi Tamoq pishdi programmasi. Shundoq programmamizni o'z uchun tam qurishlari alayda qo'llagan. Programmamizni Misran qizlari alayda talab qilgan. Undaqda Sadirda aka bugun aytmoqchi bo'lgan shu ot go'shti naringa ketilgan materiallarni bir tanishtirib o'tamda qolgan. Bo'ladi. Bu at go'shti naringa ketilgan materiallardan asosligi ham at go'shti. Onundan qalsa bir sabzi, onundan keyin chamg'urdan birini, onundan keyin piyoz buni. Piyozni kam bo'lsa, bu narinda kam bo'lsa bo'lmaydigan ko'ktatlarning saylarini biri. Onundan boshqa yana xaymir. Onundan keyin biz qo'shimcha qilib bunga mush qiyizidan tayyorlab qo'ydik. Imkoniyat yor bersa, qiyizini ancha-muncha ustiga qilib kelsa, yeyish bo'ladi demakda endi. Bundaqda birinchi bosqichda biz shu ot go'shtini pishirib olamiz. Programmaniki vaqt munosabati bilan ot go'shtining pishish vaqti uzun bo'lganligi uchun men bugun ot go'shti bilan qiyizini uyda pishirib tayyor qilib oldim. Chunki biz vaqtni tutish uchun. Buni odatda agar o'zimiz pishirgan vaqtimizda qanchalik vaqt pishirsak bo'ladi? Odatda pishirgan vaqtimizda ot go'shtini suvga selib, qozonga selib 1 soat, 1 soatdan 1 soat 10 minutgacha mush oraliqda ot go'shtini shu vaqt to'g'rilab turib pishirsak bo'ladi. Uzun pishirdik emas buni. Uzun pishiramiz. Endi buningki o'tini bek kuchli qilib yetishib bo'lmaydi. Biz ot go'shtini pishirib olgandan keyin endi buni sho'rpisiga boya yuqorida deb o'tgandek sabzi, chamg'ur qatorliq bu ko'ktat saylarni to'g'rab selib bir pishirib olamiz. Bu ikkinchi bosqichda. Uchinchi bosqichda undan keyin sabzi bilan chamg'ur pishgandan keyin buni suzib elib ondan keyin buni sho'rpisiga bir bosh oq piyozni ushoq chanab sho'rpisiga selib piyozni bir o'riltib o'tamiz. Ondan keyin xamirni pishirib olamiz. Bunda deb o'tsam narinniki bir necha turi bor endi. Tez narinda edi, bosh barmoq narinda edi. Mana shu endi chashma narinda edi. Narinning turlari ko'p. Endi ma'nolik ta'sir qilgan narim o'sha bo'lgandan keyin men ham o'zimning o'sha yaxshi ko'rgan usuli bo'yicha xamirni mana shunday qilib. Shu xamir mushtaqdi. Shu chaqdagi xamir shundaqdi. Opam qilgan narimni shunday bo'lg'achqa xamirni shunday tayyorlab kelib oldim. Kimsa ko'ktatlarni to'g'ri olamdiq. Shunday qilaylik. Arliqda opangizga mushnarining qanday etilganligi to'g'risida so'rab o'rganib oldingizmi? So'radingizmi opangizdan yoki ko'rib o'rganib oldingizmi? Birga burun endi ko'rib o'rganib olgandim. Endi bu da mana tamoq pishdi programmasiga atayin qildigan bo'lg'achqa buni opamda yana bir qitim alaydan so'radim. Ha, shu. Endi hozir biz buni sho'rpiq silib bir pishirib olaylik. Bu sabzi bilan bu chamg'oni odatda shu 10 minut. 10 minut atrofida. 10 minut atrofida qaynatmasak, o agar pishish vaqtini o'tib ketsa, biz sal turib buni to'g'raymiz. Pishgandan keyin. To'g'raganda u 4 chas chiqmay, to'g'ri. Ezilib bak pishirib o'tmasligimiz kerak. 10 minut atrofida qaynatsak bo'ladi. 10 minut atrofida qaynatib pishirib olsak bo'ldi. Bo'ldi, unda biz 10 minut saqlaylik. Mana boya biz sabzi bilan chamg'urni pishirib oldik. Mana endi bu chamg'urni suzib olgandan keyin biz buni o'sha narinning talibi bo'yicha buni to'g'raymiz endi. Boya deb o'tib ketdim-ku, chas qilib to'g'rash degan to'g'rash var. Endi go'shtni to'g'raylik. Go'shtni to'g'raydik. Go'shtni ushoq to'g'raymiz. Go'shtni shunda, go'shtni ushoq to'g'raymiz. Sadirda aka, shu riyosatchilik kasb bilan qanday bo'lib shug'ullanib qolgan? Mush kasb o'qiganmi ya? Men asli riyosatchilik kasbini o'qimagan. Men tabiiy o'qigan ayni vaqtda. Ammo lekin mush 2001-yilda
Bir kuni uyga kelsam, voy xo'sh xabar deydi. Voy, nima xo'sh xabar desam, mushtaq Şinjan televiziya stansiyasi mushtaq bir diktoriyachilik tanlash musobaqasi o'tkazdik ekan. Sen shunga berib qatnash baq dedi. Shuning bilan men dedim, otam men bir tabiiy fan o'qigan, u diktoriyachilik musobaqasiga qatnashganda men uningda qandan bir natija qozona olaman. Bu chunki endi butun avtonom rayonimiz bo'yicha oladigan bo'lg'achqa har qaysi oblast viloyatning diktoriyachilarimi kelib qatnashdi onunga. Lekin opashmi shu vaqt cho'qim bir narsani o'ylab degan bo'lishi mumkin. Chunki opam mening xarakterimni bilgandan keyin men o'rta maktabda o'qiyotgan vaqtlarimdami ancha-muncha faoliyatlarga riyosatchilik qilish degandek Aktivdim o'sha. aktivda shunga opam mening mijozimni bilgandan keyin qilib ketalaydi degan ishonch bor ekan. Shuning bilan shuning qatnash deb yomon deb turib oldim. Men biraz unumg'ami bo'ldim. Shuning bilan keyin Ütemeye kalsam, natija alamaya kalsam set bulmamdı Sat deb bulmamdı degandek tuyg'u bilan keyin shuning bilan to'xtab bo'pti shu opamning degan bo'yicha bir Qatnash baqay. qatnash baqay deb shu qitimliq musobaqa qatnashgan. Shu musobaqadan keyin 400 odam qatnashgan biz o'chog'da. 400 odamning ichidan tanlanib, shu bana sabab bilan 2012-yilda Şinjan televiziya stansiyasiga yetkilib keldim. Ben mektep bitirip kelgen vaqtda Sadır'dan Bakkentlikda idarada. Onundaki riyasetçilik algan balıkken, neticege erişip, tallap ekeyen balıkken dep anladık. Keyin hizmetdaş olup kettik, kesipdaş olup kettik. Şu çağlardaki til meşqi, yenilatmakla. Ha, yenilatmakla. İsmimiz bağlı özü. Akbaqdek deyen oxşar. To'xtatinglar. Undaqda sizlar mana shunday ustozda, endi ustoz yo'q. Shu vaqtdagi men muhim gapdan birini deb qoldinglar. Shu vaqtni bir aslab, shu vaqtdagi mashqlaringlardan bir kapaqmamsizlar, bir ko'rib boqaylar. Men anglagandan bir ko'rganlar deb. Keldik, kepak yo'q. Kelsak keldik. Qaysinda sizdan? Sizlar qaysi esinglarda bo'lsa shunda qilinglar. Unda olsa, men birinda sen de baq. Ha. Etamet bakayım. Ha. Ay, apıldı deme. Acayip yaxshi. Unda az başladık ha. Ha. Aydınlaştıra almayvatqanlığımdan mekin ta. Aydınlaştıra almayvatqanımdan mekin ta. Aydınlaştıra almayvatqanlığımdan mekin ta. Aydınlaştıra almayvatqanımdan mekin ta. Bu da bir fırsat vereyli ha. Ana etme. Ha. Aydınlaştıra almayvatqanımdan Mısran deydu, istiza yeydu. Açık çiçek kavaktan pek güzellik deydu. Yesem yegin mısran, gönülde kalmaz arman. Hayali dünyadaki lezzet mısran kıyızları. 31, 32 boldu mu? Timtirek. Mügü ağam olan gördünüz mü? Aa, yancıqın bir qeyzin bir til bəsən dəpirimi. Mən. Mısran? Mısran kıyızları. Mısran kıyızları. Mısran kıyızları. Mısran yürüşlük mahsulatları. Hər nəslinin güzel bir hikayesi olur. Hem şu hikayeler əslin çıxmaydıgan təmlərini əslidi. Her qitim pəsil içimligini içkende çankıgan güllerim huzur tapqandek. Pəsillər qoynuğa sınıp ketkendek his qildi. Qomuzdaki çankaqdıllarının huzuri pəsil içimligi. Endi biz piyazni to'g'ri o'ylab boya degandek, to'g'rab, ushshaq chanab, sho'rpa silib, bir o'riltirasak, sho'rpaga bir qiyam kirdi. Qazan qaynadı. Qozon qaynagan bo'lsa, endi biz Qanday? xemirni pishirib olaylik. Unda olsa çöpümüz pişkiçe qeyzini to'g'ri olamdik. Shunday qilaylik. Biz endi bu qizni to'g'ri oldik. Xemir pishgan bo'lsa, xemirni suzib, biz narinning eng oxirgi bosqichlariga kelaylik. Endi biz bayatni yağı qolgan hamma tayyorlik qilib oldik. Endi bu shu bayatniki ot go'shtiniki sho'rpisi var emasmi? Biz ep qo'ygan. Bu sho'rpisidan
Bunun da üstüge koyup Bo'yin bosqich müşer Texniklik bosqichga texnik keldik. basqıçlar geldik. Endi bu işini işte aylandırıp bunu cık koyuversek mi bo'lmaydi? Piyazdan silip azroq. Piyaz silip bunu. Endi ustiga qiznitibmi? Bunu aldı bilan elashtirib olamiz da endi. Ma ot go'sht narini deganga yog' ishlatilmaydigan tomoq ekan bu. Ha. Agar yog' Akbarning yog' ishlatilgan bo'lsa, bizning programmamiz alayda qo'ldigan qadimiy chino yog'lar bat emasmi? Batdan bu kelar qitim kelgan yog'ishildigan bir narsa ayting Sadirdan. Kelar qitimda mana shu maxsus qadimiy chino yog'larini ishlatilgan tomoqni o'rganib kelib, shu chog'da qadimiy chino yog'larini ishlataylik. Mana endi hozir ha, nardimiz narimiz qarab keldi. keldi. Endi buningki eng oxirgi bosqichi biz ma ot go'shtini pishirgan vaqtida buningki ma yuzidan ilib olgan emasmi? Ham chunki buning yuzining o'ziga tushliq bir ta'mi bor. Elib mana ustiga qo'ysak bu teximi yeyishlik bo'ladi. Shundala ko'rkam bo'ladi-da mana. Shunda o'xshagandek qildi ha, mana Sadir akam aytgan ot go'shtini tayyor bo'ldi. Taqayli ya. Kelsa, Titpaqayli. titpaqandoq. Xamirlaridan bir ishki shoki ilib, anandan keyin go'shtlaridan, Tezlaridan, go'shtdan, savsidan silib buni Bir titpaqan ha. Shu qator nima titpaqaymi ya? Ras o'xshab turma. O'xshabdimi? yaxshiroqda. Programmamizda Sadir akam, mushta quvvatlik, mushta oziq qiymati yuqori tomoqlarni yegan vaqtimizda bizning bir maxfiy reseptimiz bor. Ya'ni shu programmamizni alayda qo'llagan mush fasl ichimliklardan bir ichib olsak, bu tamoqimiz texnik singishlik bo'ladi. Qani? Bo'lsa, Semsiyada bo'ladi kelsa. Shu Sadir akamning nihoyat ajr qilib mush ot go'shtlarini o'xshatayotganligini tabriklab, bir qadak so'qishtirib, o'sha yetib kelish oldida turgan chog'imizni ham tabriklab, fasl ichimlikni bir ichib yutamdoq. Bo'ldi? Chiyatda qapsa. Qani? Xo'sh. Biz bugun sevimli xizmatchimiz Sadir akamning tamoq pishirish programmasiga alohida qadam tashrif qilib, bizga o'xshagan ot go'sht narini etpaginiga yana bir qitim ko'p rahmat aytamiz. Qadrli ko'rmanlar, tamoq pishirish programmamizning bugungi soni vaqt munosabati bilan mana bu yerda daxlashdi. Kelasi programmamizga ko'rishaylik. Xayr bosh. Hərəkət həyatlıqның mənbəsi. Hərəkət sağlamlıq deməklikdir. Ruhi və cismani sağlamlığınız arzuyunuz olsun. Güclük sağlam bulaydısınız, Aylin Az Baburbadi Çiniqish mərkəziga kelin. Baburbadi Çiniqish mərkəzi Çiniqish uskunləri, ko'ngillik aram ilish rayoni, pokiza munchi muhiti, kasblashgan trenerlarning astoydil yetaklashi orqali Çiniqish arzuyingizni amalga oshirishga yordam berdi. Çiniqish arzuyingiz Aylin Az Baburbadi Çiniqish mərkəzida ishga ossin. Kainatda plan cheksiz. Ammo bizda birli plan bor. Shinjong Aylin Az guruhi plan musiqalik taomlar restorani siz bizga baxt huzuri bag'ishlaydi. Taomlarning sarxili, hayotingizning baxt baxsh huzuri planida. Planning esilligi dilingizda bo'lsin. Plan taomlarning ta'mi tilingizda bo'lsin. Taomning esilini planitda qayerda siz desa, men planitda der. Aylin Az guruhi plan musiqalik taomlar restorani. Oran çapkın kötürülüp lan yabanda. Jığıldı cahandaki istidatlar. Men özüm ötkür hem muvaffaqiyet. Ulardı tağdassız səbirdim bo'laman. Ey Sadirdan aka, uyquңuzni uchun bu kunduzi tush ko'ryapsizsiz nima? Anda pulga o'xshadimmi? Sizga desamchi, kichik bolning o'zi ekansiz. Lekin bu Xugo bilan solishtirganda-chi, mana birtiklardan emas. Farida, ishonmamsiz? Siz benim yosh vaqtimdagi suratımni ko'rgan bo'lsangiz, men Xugoning o'zlidim. Hozirmi bir Ishonmamsiz? Farida, men siz ko'z tiqmay qarama, yosh vaqtimdagi rasmni ko'rdingizmi? Xugoga o'xshab ekanman. Ey aka, buni toza tasavvur qilolmayman, Jumor.